shahvat qo'zg'almaydi. Yodinisi bo'lgan muhabbat yoki bo'lmasa qiziqish paydo bo'lmaydi. Abdumjid aka mening bir adishim bor 30 necha yoshlarga kirdi. Hozirgacha to'y qilmoqliq, uydisi uy va mashinasimi bor, pulmi bor, yo sirtda o'ynamaydi. Faqat xotnog'iz kamerlik. Mush qanday ahvol bir so'zlab bersangiz. Bo'ladi ukam. 9 talbiy bola ekan bu. Mush ayoldan bilak hamma nimasi tal ekan undada. Bu ekologilik tamponlikdan bizib ukam. Bu odatda ekologik tamponlikdan bo'lsak cho'qim jazosini tortamiz bu ishninki. Sababi nima degan chaqida bir odam 14 yoshimizda balog'at yetamiz, 18 yoshimizda pishib yetamiz ukam. Keyin hozir 20 yoshimizda to'yimizni qilsak bu. Mabal 30 necha yosh kelibdi ukam. 15-16 yil olibdi jinsiy ocharchilik yoshi bo'ldi qilib. Buningki 2-3 xil sababi bor. Bu ya sirtning odami bilan muhabbet yo'q ekan, ham qizlar bilan aralashmasa. Anda o'z o'g'illar gamroqni kelsa, o'g'il bilan normal aralashyotgan. Alayda g'ayriy munosabati yo'q. Nima uchun bu to'y qilishni xohlamadi? Iqtisod bor, hamma nimasi bor turib. Bu birinchisi, onanizm bilan uzun mazgil shug'ullanadi. Onanizm bilan uzun mazgil shug'ullanish orqali o'zininki shu ayol taraf bilan to'y qilgandan keyin o'zininki haqiqiy erlik qimmatimni men yo'qtab qo'ydim deb to'y qilishni xohlamaydi. Ikkinchi birisi, buningda böbrek üstübe jinsiy po'stloq hormonning ochilishi asosiy jihatdan yo'q deyarlik. Shahvat qo'zg'almaydi. Yodinisi bo'lgan muhabbat yoki bo'lmasa qiziqish paydo bo'lmaydi. Cho'qim böbrek üstübe jinsiy po'stloq hormoni ko'p ajralgandan keyin bizningki yodinisiga bo'lgan qiziqishimiz, yodinisiga bo'lgan shahvatimiz kuchib qoladi. Ana bo'lsa bu do'stingiz qanday qilsin, biz buni ishkirlab ko'raylik. Ya buningki analizi bilan shug'ullangan tarixi bormi? Hozirda shug'ullanayotganmi? İkinci birisi buningki böbrek üstübe jinsiy po'stloq hormon, ya'ni shahvat odatda qo'zg'alanmamdi. Normal bo'lgan ehtilam bo'lamdi bo'lmamdi. Mushuning asosan biz bu ikki tipni ayirib, uningga shunga tushdik, davolash qilsak, bu bola tamoman normal holatga qaytib, normal bo'lgan ayollik to'yini, turmushini abbaralaydi deb o'ylayman. Men her kuni noche tibaba dönümünü so'zlab o'tibman. Kanalga yoqqan bo'lsa, g'anjo qilib anglar. Yurak bir qanlar, fikir tətbiq olsa, yazıb qanlar. Hət köşələr məsələn.